Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. 2026-yil 19-aprel. Dalaga 3 gektar kavrak ekamiz. Buni kavrak deyiladi. Mana bu narsa sassiq kavrak deyiladi. Qashqadaryoliklar, Surxondaryoliklar biladi buni ko'proq. Biz dalaga 2019-20 3 gektarga kavrak ekamiz. Shundan uyga 2 yil oldin, 3-yil ketyapti. 4000 tami ko'chat o'tkazib kelganman uyga, uy oldiga. Daladan. Mana shu kavraklar uydagi. Mana shular endi bir 5 yillikmi, 6 yillik kavrakda. Kami 3 quloq 4 quloq bo'lgandan keyin buni ishlasa bo'ladi. Mana shu hozir 1 2 3 4 5 quloq. Mana bular kichkina 6 quloq. May oyining oxirlariga, iyun oylarida sarg'ayadi bariga. Keyin barini olib tashlab, tagida tugunagi bor anas. Kartoshka, sabziga o'xshagan tugunagi bor. Shuni atrofini o'choq qilib kovlab olib, bir 10 santimetrlarcha chuqur kovlaydi atrofini. Keyin karton bilan yopib qo'yadi ustini. O'tkir pichoq bilan ozgina kesadi, kesgan joydan shirasi suti chiqadi. 2-3 kun o'tgandan keyin sal qotadi, uni olib tashlab, keyin tagida yana yangi kesiladi. Shu tarzda bir 20-30 marta kesiladi. Har bir keskanda kavrak katta kichikligiga qarab 1 gram, 5 gram, 10 gramgacha beraveradi kavraklar. Uyning oldin ozgina joyni haydayotib, yarmiga arpa, yarmiga no'xat ekkamiz. Ana yoqdan no'xat. Mana shu qo'y 2 kun oldin tuqqanda bolasi o'lgan nimadandir, xullas. Mana qo'zi yosh to'qli egiz tuqqan edi. Yaxshi o'stirilmayotgan edi qo'zini, shuni endi oldirmoqchimiz. Nima deb o'ylaysizlar? Oladimi, olmaydimi? Hali emizmayapti, lekin hali olgani yo'q, emizmayapti. Men ushlab emizdim. Shuni biroz bir qo'ylarni qo'zini oldiradigan bir aka bor. O'shani olib kelmoqchiman.